Assalomu alaykum Oltin Chorva kanali obunachilar Qirg'iziston Bishkekdan toza arashalar deb kelamiz. Taxmin qilib turing narxini, xudo xolasa siz o'ylagan narxdan qulay qilib qo'yib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, otangga rahmat deb komment yozib qo'yasizlar. Qirg'iziston Bishkek qo'sini olaman dedingiz, mana siqitgan mahal keldi obunachilar. Puli arzondan ketdi obunachilar. Videoni boshidan bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turadi. Buni sizga, siz obunachilar uchun to'liq ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum Oltin Chorva kanalining ashaddiy obunachilari, muxlislari, aka-ukalar, xudo xolasa bugungi video syomkamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Anvarjon do'stimizni qo'ralaridan. Assalomu alaykum do'stim, keldingizmi? Charchamasdan. Sizlarningiz yaxshimi? Qo'zlarlar kelibsiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum obunachilar, tinchmisizlar? Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, xudo xolasa sizlar o'ylagan narxdan arzon qo'yib beramiz. Xudo xolasa narx-navosini yengil qo'yib berasiz, Anvarjon. Qo'zlar yaxshi olib kelibsiz mana. Hozir xudo xolasa zo'rlari keldi. Obunachilar kallalariga ham bir qator e'tibor bering. Hammasi oq yuz, oq quloqlaridan keldi obunachilar. Xudo xolasa narx-navosini ham yengil qo'yib beramiz deyapti. Siz obunachilar mana shu narx-navosini o'zingiz taxmin qilib turing. Taxmin qilgandan ham yengil bo'lsa, Anvarjon otangga rahmat deb chiroyli kommentariy yozib, bitta like bosib qo'yasizlar obunachilar. Anvarjon, son nechta birinchi partiyamiz yoshlar? Soni 50 boy do'st. Son 50 bosh. Bari qo'chqor. Bari qo'chqor, ichida qahta, pichma, mujmani yo'q. Qo'zilar xudo xolasa hammasi zo'r, sara qo'zilar. Qo'zlarning sifat zo'r ekan. Xudo xolasa obunachilarga tavsiya qilamiz. Obunachilar zotga ham tarbiyalaydigani ko'p ekan obunachilar. Mana kalla garbanoslarga ham ko'ring. Hammasi oq yuzlar ekan obunachilar. Anvarjon, buni yeb icharini sinovdan o'tkazdingizmi? Yeb ichari sinovdan o'tdi. Yana bir hafta sinov muddatini beramiz. Bir hafta sinov ko'rishaveradi. Xo'p, yeb ichishlari, sog'lik salomatligini bir hafta 10 kun bemalol borgandan keyin sinov muddatlari bor obunachilar. Mana oldi gardanlarini ham ko'rib, oldilari ham juda chiroyli. Anvarjon, yosh o'ylik qanaqa bo'ladi? Yosh o'ylik 6-7 oylik. 6-7 oylik atrofida. Xo'p, bo'y bastini o'lchadingizmi yo bir qator o'lchab ko'rsatib qo'yiladi? O'lchab ko'rsatib ham qo'yiladi. Bir aytadi, shuni ushlang nimaki masofadan ko'rib olaman degan obunachilarimiz bor-da. O'rta bo'ylasin o'shani. Mana shu. Xo'p, obunachilar yerga tegib turibdi mana. 70 plyusda. Xo'p, yana bir ikkitani ushlanglarchi. Sizlar qo'lga kirgan o'shanda. Oldi. Kattakin o'sha. Qo'y turibdi. Shunaqa orqaga sal mana orqa oyog'i turibdi obunachilar. Bu ham 75 atrofida. 70 plyusga olishaveradi. 75 gacha ekan, ha? 70 dan 75, oldi 80, 70-80 ham bor. 80 ham bor. Endi qo'lga kirgan. Oldin o'sha bittani ko'rsatib qo'ysa, gapga javob berish ham bor-da, do'st. To'ppa-to'g'ri. Men oldin o'sha ko'rsatmayman. Obunachilar, sizlar uchun realniy video qilinyapti. Bunaqa tagga kirib olib, bunda pastdan olib, bunaqa emas obunachilar. Mana uzoqdan qo'ydi realniy holatini olinyapti. Tepasiga kelib ko'rsangiz ham xudo xolasa videoda qanday ko'rgan bo'lsangiz shunday qo'yib ko'rasiz obunachilar. Kattalashtirib olib boshqa maqtash kerak yo'q. Xudo xolasa tushungan odam qo'y o'zini o'zi maqtab turibdi. Yo'q, o'shani o'sha aytyapman-da, oshna. Ba'zi odamlar videoda katta ko'rinishda boshqa bo'lib qolibdi deyapti-yu. Bizning kanalda obunachilar, yangi kanal, to'g'risi, bo'ladi. Xudo xolasa tepasiga lakassalar tashlab berishadi, tepasiga kelib, ko'rib, yoqqanini olib savdosini qilaverasiz obunachilar. Hozir siz taxmin qilgan narxdan ham arzon bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lasiz. Anvarjon, buni bo'ladigan narxini qo'yasiz, 100 ming o'tdimi, 200 ming o'tdimi, bunaqa narx bo'lmaydi. Xudo xolasa bizning kanal bo'ladigan narxini qo'yiladi shuni. Nech puldan qo'yasiz? Optim narx ketaveradimi 4,5 milliondan? Ya 4,5 demang, 4,5 44 qo'yilyapti. Siz arzon bo'ladingizmi? Endi 200 ming, 300 ming arzon qo'yaman dedimmi? 44 4,5 qo'yilyapti hamma kanalda do'st. Sizning kanalingizning rivoji uchun 4 million 100 ming so'mdan hammasini bir joyga tortdim degan odam. Obunachilar 4 million 100 dan realni tavsiya qilaman obunachilar. Videoda ko'rib olasizmi, tepasiga kelib ko'rib olasizmi? Xudo xolasa borgandan keyin rahmatni aytasiz. Mana bu oq yuzlar ko'ring obunachilar. Qo'zlarni ko'ring do'st. Qo'zlar, orqalarini. Orqalari ham oq yuz, oq quloqlar. Quloq, yuzini ko'ring. Qo'zlar haqiqiy chiroyli obunachilar. Mana oldi kalla garbanosini nima ko'rsatyapman? Quloqlarini ko'ring obunachilar. Salpon pul tikib boqqan, buni yetiltirgan odam bor-ku, xudo xolasa zo'r daromad beradi. To'ppa-to'g'ri. Oshna kanalimizda chiqarishyapti, to'g'risiga 4,5-46 ham chiqyapti. Endi ko'p maqtashmas obunachilar, maqtashmas, lekin narxi sifati yo'lida bo'ldi obunachilar. Olib chiroyli baraka topasiz, xudo xolasa. Donaga nima qilamiz, Anvarjon? Donaga do'st endi oyog'ini ushlab olsa, plyusi bo'ladi 100 ming, 200 ming. Zo'rin tanlab olsa, 5 ta 10 ta olaman, 5 ta olaman deb turishni tayoq tashib ajratib olsa, optim narxida ketaveradi. haydab olish optim narxida ketaveradi.
Hop, obunachilar, telefon qiling ekrandan nomerlarga. Hech kim aytganiga sotmaymiz. 4 million bo'lib deyaptimi? Telefon qilib yana o'talagan joyi bor obunachilar. Telefon qilalang obunachilar uchun. Bu biz savdo, xom savdo obunachilar. Siz telefon qilib Anvarjon buni qo'ying yoqdi, nech puldan qilib berasan deb telefon qiling. Mana qarasa oyog'idan oldilarini ham ko'ring. Mana qarang, biz oyog'idan tortib ushlab oldik. Pulov kiygan o'zi qo'zlarni. Ha. Ko'pini oldidan o'z pulov kiygan ekan. 48 ga to'g'ri qo'zlar ham bor taychiladi o'zi. Lekin qarang Anvarjon, bitta ikkita olaman degan obunachilarimiz ham ko'p-da. Endi u 4.5 46 deb olmaysiz, ozmas plyusni qilib berishadi. 200 ming plyusi bo'ladi, qo'ydi holatiga qarab. Holatiga qarab ketaveradi. Yetkazib beramiz. Obunachilar shoshilib telefon qilasizlar obunachilar. Narxi ishonavering. Chin yurakdan tavsiya qilaman, narxi yengil bo'ldi obunachilar. Aloqa chiqinglar, biz ikkinchi partiyalar olib chiqamiz. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga Arashanni sifat yaxshilari chiqdi obunachilar. Anvarjon, ikkinchi partiyamiz soni nechta oshna? Soni 25 bor, do'stim. 25 ta. Bular ham qo'chqormi yo'qmi, g'achisi bormi? Qo'chqor. Bir dona qo'chqorchi, aqta, hujmali yo'q bular. Bunaqasi yo'q, ha? Hammasi yo'q. Xo'p, bular yosh o'ylik qanaqa Anvarjon? Yo'qlarga 5-6 oy oraligida. 5-6 oylik qolishadi, ha? Xo'p, yerdan balandligicha bular. Yerdan balandligi 70 plyus. Oldi mana 80 ham chiqdi. O'lchab ko'rdik. 70 Metr bo'lsa bir hektarni o'lchab qo'yinglar yog'asa. 75 plyus minusga olishaversin. Metr bormi, metr oshna? Ha, metr bor. Bir hektarni shulanglar o'lchab qo'yinglar. Dog'ma. Shulanglarchi. Endi masofadan ko'rgan odamga manfaatli bo'ladi toshlar. Qo'y qo'ygana, turmasa. Turib bergan yo'q qo'y. Qarang. Turmasa holatda ham 75. 75 plyus-da, 75 plyus minusga. Ular ham 70 plyusga olsalar mana bu. Mana obunachilar hammasi talashyapti obunachilar. Yeb ichish sog'lik salomatlik bir hafta 10 kun behijolat sinab olaverasizlar. Xo'p, Anvarjon, bularni ham yeb ichishni sinovdan o'tkazdingiz, ha? Ha, sinovdan. Xo'p, bularni ham bo'ladigan narxini nech puldan qo'yamiz Anvarjon? Buni ham obunachilarimizdan ko'p. Do'stim, narigi partiyamdan bir xil narsa asli. Aha. Bir xil narsa, endi partiya qilib qanaqa qilgandan keyin sen narxi arzonlash kerak. To'ppada oshna, buni ham chiroyli narxda qo'ying. Bittaga gapiraman. Bo'ladigan narxini qo'yib obunachilar 2 million 900 dan dastlabkasini qilib beraman. Shular baraka topsin. Telefon qilib sozmaz o'tib berasiz o'zlari. Ob shu summadan bir nima o'tib beramiz. Alloh, barakasini bersin. Endi obunachilar, bizni baraka to'g'risi gap, xom barakasi telefon qilib, Anvarjon, mana qo'ying yoqdi, nech puldan o'tib berasan desangiz o'zi chiroyli qilib o'tib berishadi obunachilar. Bu biz baraka qilganimiz u xom baraka deydi obunachilar. Siz telefon qiling, telefon qilib, mana qo'ying yoqdi, nech puldan qilib berasan deb so'rang, xudo xolasa hech kim aytganiga sotmaydi obunachilar. Telefon qilaverasizlar. Xo'p, Anvarjon, bundan keyin ham bormi qo'zimiz? Bundan keyin ham mana qora shahzodalardan bor. Qorasidan bor, shu. Obunachilar 3-chi partiyamizni olib chiqamiz obunachilar. Obunachilar 3-chi partiyamizga qora bahmallardan chiqdi obunachilar. Qator ko'ring, oyoq qo'li, suyak 50 narsaga obunachilar. Anvarjon, soni nechta buni oshna? Soni 12 bosh. 12 bosh. Buni ham bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Ancha oyoqli suyakli narsa ekan, lekin 3-chi partiyamiz. Sariqlar bir yerda keldi, birga kelgan narsa. Bular ham Qirg'izistonning qo'zisi, ha? Qirg'izistonniki. Xo'p, bularda yosh o'yligi qanaqa bular? Yosh o'yligi 7 oylik atrofida. 7 oylik atrofida, obunachilar mana bular ancha suyakli narsa ekan. Olib borib yemini bemalol bersangiz ko'taraveradi obunachilar. Xo'p, bularni ham yosh o'yligi necha 7 oylik deyapsizmi? 7 oylik. Yeb ichishi boshqasi hammasini o'tkaziladi, ha? Behijolat sinab olishaveradi. Hammasini quloqlariga oldi. Kalla garbanoslarni ham ko'ring obunachilar. Hammasi o'zi to'g'lon tusnuri bo'lgan obunachilar. Xo'p, Anvarjon, buni ham bo'y basti o'lchab qo'yamizmi yo bo'y basti 75 atrofida chiqadimi? 75 plyusga ham olishi 75 plyus minusga. Bo'ldi, bunday videoni cho'zmaymiz. Telefon qilsa, lekin o'lchab ber Anvarjon desa, chiroyli qilib o'lchab, videolarini qilib berasiz. Aytgan qo'zlarni videosini qilib beramiz. Bo'ldi, bu kun issiq obunachilar, qo'yni ham qiynamaylik. Siz obunachilarni ham vaqtni olmaymiz. Bo'ladigan narxini bitta qo'yadi Anvarjon. Telefon qilaverasizlar. Do'stim, birinchi partiyadan ham tik. Aha. Rangi qora xolos. Rangi qora xolos. Va oldi qoshda mana 44-45 qilmayman. O'sha birinchi partiyamdan birga bitta narxda ketaveradi. 4 million 100 dan. 4 million 100 dan bir joyga oldim degan odamga o'zi bir qora narsa. 4 million 100 dan men Anvarjon endi ozmoz o'tib bering o'shna. O'tib beradigan joyi yo'q do'stim. O'shna bo'ldi mana. 50 mingni o'tib bering, 100 ming so'ragan to'g'risiga hijolat qildim. 50 mingni o'tib berasiz. Obunachilarimiz ozmoz savdosini qiladi. Bir joyga tortdim degan odamga barakati. Obunachilar sanavering so'raydigan joy yo'q edi to'g'risiga. Obunachilar uchun endi aytgani, hech kimda aytgani bo'lmaydi. Yana telefon qiladi, yana ozmoz o'tib berishadi obunachilar.
lekin qo'zlar ancha suyarli narsalar obunachilar. Gavdasi ham hamma tomondan sifati ham zo'r. Ikki bosh bitta odamni bir qo'ra narsa-da. Shunaqa, bitta obunachimiz olishadi. Aytilgan narxlar muhim emas. Shular qilib dastavkasini yetkazib, bir hafta sinovini berib, shunday narxlarda qilib beramiz. Obunachilar telefon qilaverasizlar. Telefonda qanday ko'rinyapti bilmayman, lekin tepasida turibsiz. Realni katta narsalar obunachilar. Suyagi yirik. Tepasiga keling imkoningiz bo'lsa, tepasida ko'rasiz. Narx sifati ma'qul kelsa olasiz obunachilar. Ekrandan nomerlarga telefon qilasizlar. Anvarda yana qo'zimiz bor. Telefon qilsa, video qilib berasiz. Qo'zlarimiz bor. 2,5 milliondan ham bor, ha? Bir soatda video qilishda ham ma'noli mazmunli, ikkita video partiya qilaylik, chiroyli video qilaylik. Obunachilar telefon qilaverasizlar ekrandan nomerlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa kelgusi syomkalarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.